Poezit yozday versiyasi. Qani ketdi. Birinchi men savol so'rayman. Sani personajing положительный hayol suradimi? То есть yaxshi narsalarni o'ylaydi, такой radushkani qiladi. То есть Yo'q. Xo'p. Bo'ldi. Sizni geroyingiz maktab o'quvchisimi? Yo'q. Sani personajing Adams semikasidanmi? Yo'q. Yo'q bo'lsa, bo'lamas. Judayam oson bo'lib qolmasin-da. Sizni personajingiz direktormi? Yo'q. Sani personajingda qanaqadir мысленный способность bormi? Unga boshqalarning miyasiga kirish, budishini ko'rish, har xil videniyalar ko'rish, narsalarni ko'tarish kiradi. То есть emas, bu ham emas. Xato aytgan bo'lishim mumkin. Unaqa bo'lsa, rom bo'lgan bo'ladi. Sizni qahramoningiz birinchi sezonda o'lganmi? Yo'q. Sani personajing ayol kishimi? Sizni personajingiz Adamslardanmi? Kimda Adamslar chiqimi? Sani personajing o'quvchimi? Sizni personajingiz просто navbat etib bu siz yaxshi ko'rgan dядя Fester. Endi yetaman dedi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Siz yaxshi ko'rganingiz. Qoyil yutding. Ozgina qoluvdi. Obunachilik nima deyish kerak? Like и подписка. Kommentariy yozib qo'yinglar.